kambag'al bu yerga olib kelmaydi. O'qib mana ko'rganim gullarni qara, atrofni qara. Mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz. Bu yer ichida. Bu yer qachon gullar shahri bo'ladi? Nechta mahallang? 54 ta mahalla. Nechta shunda? Hozir 4 ta mahallani ro'yxatga olganmiz, og'ir mahallalar. Viloyat hokimiga topshirib, bugun qaror qabul qilasan. Rayoningga hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Hamma Namanganda atrofda yuradi. Bu yerdagi odamlar odam emasmi? 3000 ta ish joyi qilsak bo'ladi ana shu. Oshpazxona, ko'garaklar hammasiga odamlar ishlaydi. Bemalol qaytarib olib kelsa, qancha kambag'al bor? Hozir Mahallada 93 ta kambag'alim bor. 7lik tashkil qilib berdingiz, rahmat. O'sha bo'yicha ham 7likda men sizlarga oylik olyapsiz-ku, olmayapsizmi? Harakatlaring sizlarda boshqacha bo'ladi. Odamga yaqinlashasizlar. Xalq bilan davlat orasida ko'prik bo'lasizlar deb harakat qilganman. Shuning uchun mahalla 7ligi deb mana hammani gapiryapsiz. Bu yerda qanday 7lik? Qani 7lik? Hozir mana tadbirkorliklarni rivojlantirsak, xudo xohlasa sizga va'da beramiz. Biz kambag'allikni xoli hududga aylanamiz. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Ota-bobomizga ham, Namanganga ham, urf-odatimizga ham, o'zligimizga ham yarashmaydi bu joylar.